Şoman neymiş bu? Pasliga kız evime tin kılayana bu bana ne yapıyorlar? Lekin endi bu ishxonani aytibsan, mehnatchilik qoplab ketmamiz, qanday ish bo'ldi bu? Ishlamayman endi olsa. İşte vaktiniz ketken bo'lsa, uyingizga olib beqal. Hozir oltin tezaklab qo'ying. Voy bo'ldi, ishdan qo'rqsam qo'limga olib kesmang aydan. Menga bisada ha? Nemi qo'rq ketdim kichkina uymi chiqishgan. Voy bu tez Şoma etkimendir qo'ygan. Yeydilar. Nazo, nizichi ya. Ay nimanda qarang'i bo'lishqala. Bak güzellikam azam yurmanda. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Rashida kelgan bittinglar. Qani bu yoqqa kelinglar. Biz o'ltamaylik kam. Biz sal muhim ishlar kelgan. Boshda direktorimiz bir ko'rishib, deyishdigan gap bor deb bak chon sotibdi bu. Ha, yaxshi. Bosh direktor yo'q. Manda fikr kelgandikin boshda o'tiringlar. Biz o'tirsak bak o'tirib ketamiz. Shu bosh direktor nakat zada. Bu qiziq gap qildik na vallah. Gapinglar toza tushunarmidi? Muavin direktor gap qilsa gap qilmaydi ekansiz. Bu nima ish bilan kelgan taqlar? O'shadan mol direktormi? Ha. Cho'qimcha bular bizdan jiq zo'r miqdorda mol sotmoqchi ishlarmi? Unda o'xshatamiz bu. Qanchalik mol olasizlar, qanchalik zakaz qilsa, uni men bilan deysizlar bular burada. Qarang. Biz molni deyishilganmidik. Biz noy cho'ng ish bilan keldik. Bu ishda pul topadigan, yuz topadigan, shirkatning inoatini ko'taradigan, ancha-muncha yo'lni topadigan cho'ng ish bu. Shunga bosh direktorning o'zi bilan Bosh direktorning o'zidan ayrim parangizni so'qolmaydi. Yaxshi e'limi shu, men bilmayman. Ben ishxonaga boshlay. Shu ishxonada o'tirib, mundishayli, suhbat tashlaydi. Ya bo'ldi. Bosh direktor kelgan joyda o'zi O'zi bilan ko'rishdi. Voy. Ya, Voy, bir oxiri keldin deyman. Voy, ma ishki bola yomon jiddiy bolalar ekan. O'tdamaydi ekan. Sen bilan ko'rashkilik yapti. Ha, bunda degan. Voy bu me'morlarni o'rtib qilibsizlar-ku. Men bo'lmasam bu ishlarni qilaversa olmabdi. Bo'lmaydi bosh direktor. Biz maxsus sizlar ayrim ko'rishimiz deb kelgan. Ha, shu chiqaramiz ishlar. Shuni. Hisob ketdinglar. Bayatni yaqin talashlar chiqargan bilan. Xo'sh, Gulram, meni jiddiy izlabsizlar. Tuzaydigan birer cho'ngroq to'xtam bormidi ya? Rost deysiz. Bu aka, cho'ng bir to'xtam bor. Cho'ng bo'lgandimi, endi bu alamat cho'ng to'xtam bor. Mama? Ha, mush bir qatimliqman foydasi. Sizdan bir yillik maoshingizni 10 narsa qoplaydi. Ha? 10 narsa. Voy, fikrim dedi. Bular qaraganda shu skladka malning hammini iloldiga o'xshamamdi. Chaqchaq qildim. Xotirjam bo'linglar. Malni-chi biz vaqtida yetkazib beramiz. Yo'q aka, siz xato tushunib qoldingiz. Bu bunday ish. Bu mablag'ni biz sizlarga chiqarmaymiz, shirkat bizga chiqarib turdi. Bu shu boydigan cho'ng paydan bir qismi. Emas? Ha? Mablag'ni biz chiqaramiz. Shu albatta. Bizlarga mablag' silab jiq foyda olamiz. Cho'ng. Gumonlanib qoldim bu ishdan. Direktor, avval gapni boshdan oxir bir anglamamsiz. Bo'ldi. Biz nima ish qilamiz? Zodi men sizlarga nima ish qilib beraman? Bunday gap direktor. Hozir shu turmushimizda ishlanayotgan kinolar, kinoxonalarda qo'yilayotgan kinolar, televizorda qo'yilayotgan kinolar xalq ommasining ehtiyojini qanday qiladi? To'g'ri. Shunga sizlarning shirkat mablag' chiqarsa, rejissyorning boshchiligida biz yaxshi bir filmni bir ishlab, kan xalq ommasiga sunmoqchi. Bu bizning shirkat bu sohadimi emas. Uning ustiga bizning bu ishlar bilan qancha munosabatimiz yo'q deyarlik endi. Biz cho'nglarda oltinni zaga so'qson degan gapimiz bor. Bu ishni yana bir şey san'atchilar o'zi qilib tugatyapmiz ha. Biz bilmaymiz-chi unda. Bu bunday ish qara. Bu endi bu ish biz madaniyat tartib shirkatniki yolg'iz biz qilgan ish emas ha. Buning islamida so'z shirkatlari mablag' chiqarsalar, biz buni kengaytgandan keyin uni keyin bu cho'ng'iydi. Shuning bilan bu sizlarniki kinolarning orasiga sizlarning ilonlarni qistarsak, keyin chiqaqlar buni tanishib ko'radigan yerga ketgan vaqtida bunda kirib teximchi qildi-da. Shundan sizdan olgan foydangiz chiqadi. Bay degandek bir qism ishlasak, sizga bir qism loyiha haqini beramiz. Tugun jiqlab ketsa, sizdan olgan foydangiz ham ko'payib, pullaringizni sanab
bexatarlik so'rab ko'rib chiqib, men banklar oqirgan vaqtingiz yetmay qoldi deydi. Bu narsa yaxshi-da. Bu qarlasak, demak, chiqib foydalanamizdan. Albatta. Bunda ish direktor, siz mablag' chiqarsangiz, uning boshqa texnik ishlarning hammasiga mana rejissyorlar ishimiz mas'ul. To'g'ri. Sizlar mablag'ni chiqib bersizlar. Ama biz kasbiy xizmatni biz qilmaymiz. Qo'shilsanglar rol olsa, bo'lmay qolsa, mablag'ni chiqarsanglar qolgan artistlarni aloqalashadigan, cho'lponlarni taklif qilganlarga bizning munosabat doiramiz qilib baqo. Pulli bo'lsa, o'sha biz qilamiz. Rost gapni qilsam, bu ishmi bir yaxshi ishga. Lekin men degandek bo'lyapmisan deganda. İşençim yo'qda, men o'zim qilolmayman-da bu ishlarni. Biz mundaq qilib bir muzokara qilib baqaylik. Uning ustiga bu mijit, men bu Lala uchimiz o'tirib bir qaror chiqaramaymiz endi. Bosh shirkat endi buningga bir yo'l yo'riq berib ular bekitmasa, biz birim demaymiz. Biz bir o'ylashaylik. Hizim olmaydan qilimli tapşırıq. Şekillerden birisi var mı? Apısın temlik pek yaxşı akıdıp bular da bir iş verdim. Oyundan kılın neden var ben? Aka, o bula bo'ronda kirib shamolda chiqib bordi. Pek alrashma bu me'morlar. Shundaymi vujudga oshda sirliqlashtirdik, oshda maxfiyishmikan u? Vay ya kapım. Hem de bitmeyen şu anken sizlerge işte tuygu bir koydu. Vay ben bu bilemedim. Vay bu işkisi bir sözlük oturdu. Kino işleyimiz. Ha? Kino işleyimiz. Sizler hemkarlaşımız mı deydi o? Bilemedim ben bu. Hangi işkisini çıraya karamdı? Vujudga mablag' soldigan bo'lgansizlar. Biz bir cho'lpon bo'lib kelsak. Rasmijma aka. Mishka. Endi meni sen bilasa, ha? Endi ancha plan tartib qo'ygan ishimni minglar bilasizlar. Davasizlar aka. Shu filmga mablag' silishni o'ylasanglar, ssenariyni yozsa. Men yozgan ssenariyga shu go'zal rolni olsa, endi go'zal o'zim chiroyli, ismi jismiga loyiq go'zal bo'lgan ekan, shu bek keldim. Sana mı yazsam aka? Sen başrollarını ip geçsen, taz kızdı versen bu kino degenini. Ya vakti. Şirketimizden sana meblağının hemisi özümüz kayıp geldi. Şuna mı? Kayıp gelgen meblağını hem de kinoda çıkan paylarını hem de jigit tat. Eke kılavarlarımız. Ha vallahi ha? Oturaya otağına. Oturaya otağına. Sen senaryo yazalım sen. Ya duruş bakayım da. Sen o senaryonu yazsa. Bu güzeller burayı kırılıp la. Tüy sergine biz rol tekmeyiz. Bir şiir izleşilgen yine başta. Ne? Kızsız yapıldığın balı değil mi abi? Ya Fıkar, bu sen pek alt yiyecekler kaldığın kandak maaşlı. Ya bir bana tayin olmasa ulanım. Ya bir plan olmasa ona, ya bir tertipli gap sözler olmasa. Ne bulalım? Planı kömey durup bu. Sunu kömey ayağını silip kırgıl bulam da. Aka çıkamadı. Ya yaxşı da. Yaxşı aka, yaxşı. Sana deydiğim bir çoğun iş battı. Devre. Bakıl. Nasıl devredim aka? Ben bir nakış tekisi yazgan. Bek iyisi, bek yaxşı çıktı aka. Bir anla bakam sen. Nakış tekste? Ya kanda oğlum, bu xiyal kallam yapalım. Ya endi Vay Mijitga, qandoq kep qoldi bu xiyol.
Ma bizning şirketni bire ömek içip verse, nakşçı olup işlesem, nakşlarını eğitip uyan koyup pullarını tepip kesem deyden kapıyalar kılatmandı. O semi o şu şehir yasılaş asman kazına şortsa nancılap yaydan bir tetten bir bala bu. Murat, sen şu öğünü verip balanı tamak etkine. Mın sen bir sen düşenmeyse bu ideyerin ulan. Balam tamak etkinden çok kodunum var. Evet, çoğunluğa kaldı bulmayı olmuşsun. Semih, 40만요. 向后以后你再去做，听见了没有？哎， Bu kolunu kesmek hiç kan çıkmaydı. Muştan bilmem size valla. Oş, kapak erse hon 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 kımay oturup işligine işlemiş kılıyor değil mi abi? Hey, bağlı kılıklar var. Bular bu şiirinizden nakşı yazılgan kopkaq. Bu bir digil koyunlar. Şu emez bak. Anlat bakayım. Okumaz, okuyor. Ansa okulu bak ha. Bak 20'de tatlı yapmayı ben toluk anlasa eken. Bak. Ha. Bak ansa okudum. Bu hayat acayip soğudu meydan. Birimiz alarmen mılı satar. Lekin situagili olmaz bəxtini. Şu bakan ko'ngilda olur tamamen. Ahire tek yazmagan. Yaxşı cuma. Bu şunda yaxşı da bana. Sen bize. Ya mani var sen davamlaştır. Man davamlaştırıp ustazdın birisi kösüdüğün bolsa mani neşriyattikiler bek alınma. Şu ben başta oylagan aka. Ben bunu aşkça dağını kompensatörden birini teklif qilib, muzikani qats bir ish yotib shuni o'zim bir nash qilib aytay deganda. Hoca, sen nakş aytamsan? Yanıdan gazel çıktı, eytamma cenim çıktı dep. Oy sen seni nakş aytsan. Oy sen nakş aytsan bu nakşanı kim mi anlar Semican? Murat, sen mening ko'nglim uchun manda asar berganingda, men degan bir ko'ngilib qolgan talat igisi. Navada men ash naqshini etib, nam chiqarib ketayqini, Shu vaqtda akam shu Muratdan og'izcha chang qo'ymasin. Men sizlar desam, Fazilkamni iliqi kino ishlaydiganlar izlab keldi-ku. Sami, lekin ben fakat düşünmedim. Bu iş bilen bu işten qanday bir aloqasi bor? Shundaymi? Ancha bo'lsa bu mush naqshini ishlaga emlik qilib ishlatmoqchiman. Ya Hey, bak kızık dalışmaz. Bir adam fakat gap kıldırmaysınlar sizler. Gap kılın koysanlar bulmam. Tüki nafka. dersen. Undaqsa bu endi madaqshika. Va Fazilka mushkinoni ishlashga mablag' chiqarib qolgan bo'lsa, Matrixni she'r qilib deyman yana, naqsh qilib ishil deb mushkinoni ilqi bosh naqsi bor bu. Shuni bizdan naqsh bir itibasin degandim. Qarabda ekan, uni ustiga men bu naqshni yozgandan keyin albatta chiqib ozaydi degan ekan. Shirkatdan besim tuvallaydi u. Nada qaytib keldi aka. Tügidi? Gitme tügidi? Tüydi? Muş gitmedi? Ottağına, nada tetiksiz kanlaşma hıyarlı kıldığın balık adam abi. Bir atına. Ottağına kıldı. Girkin aç, pelip aç, hıyarlı kıldığın aç. Nemin aç, ayağını bir atına. Yaxshimi? Yaxshimisiz. Bir ish bilan kelgandim. Qara, men bek muhim ishim bor dedim. Ham chiqib bo'lmay, menga bosh direktorimizni tezroq bir ko'rishtirib qo'ysangiz ekan meni. Bosh direktor yo'q. Agar xohlasangiz muavin direktor mendan boshlab kiring. Ha, mayli, bo'lmasa vaqtni so'zmay ishlab qilaylik. Andaqda siz bilan qanday hamkorlashimiz? Bu-chi qarang, qisqa vaqt ichida zo'r unumga zo'r foydaga erisha oladigan bir xildir. E'lon ishlandiq. Men toz gapingizning maqsadini tushunamadim. Sizcha ozroq yaqinlashdingiz. Qarang, men meningki, men pilavlarim,
Ama siz bir körüp yakın. Qara. Bunda qilamiz. Program işleriniz de. Andaqda bu programını qaysi şekilde, qanchalik mablag' bilan ishlatmoqchi? Biz bu programni qarang. Biz umr yo'l pallarini taklif qilib akilib, osh usta doktorlarni taklif qilib akilib, mushlarning ig'ir kasaldan saqaygan vaqtini, qandoq saqayganligini, anotimiz milliy tibobat dorilarini hozir taraqqiy qilib nagicha, qayalargacha taraqqiy qilib borganligini chiqib, mushu yig'ib yo'gab kelganda biz sog'lomligimizga mas'ul bir program ishlaymiz. Andaqda sizlarning bu mahsulotlarning, bu programmalarning bizning shirkatning xarakteri toza bo'lib kelmamdi qandaq? Voy yo'q, bu sog'lomlik degan butun dunyo ko'ngil biladigan masala tursa, kim sog'lomlik uchun yaxshi javob topolsa, shu hisob emasmi, shu pulni jiq topadi. Andaq bo'lsa buni qanchalik mablag' ketadi? Mablag'-ku haqiqiy cho'ng bir masala da. Shu mablag'ni qancha jiq solgan sari, shu foyda jiq erishadi. Mush programning sifati yaxshi bo'ldi degan gap. Shuning bilan jiq odam ko'rdi buni. Ko'rgan odam shuning bilan foyda jiq erishalaysiz. Andaq bo'lsa, bu programmani qaysi shaklda tarqatsizlar? Qanchalik vaqt tarqatildi? Hozir planimizda bu programmani har oyda 2 son. Mush 2 sonni qarang biz. Uyg'ur tilida, xansu tilida, qozoq tilida, kanallarga taqib qo'ymoqchi. Andaq bo'lsa, mana planingizni bir yurish bersangiz, ko'rib baqsam, buningga qanchalik, qaysi shaklda ishlash kerak, buningga qanchalik mablag' ketadi, qanchalik vaqtda biz unumga erishgili bo'ldi, mushlarni bir bilib baqsak qanday deysiz? Bu endi shirkatning o'ziga tushliq tizim bo'ldi, emasmi? Endi ba'zi masalalarni texi o'tirib qo'ymay turib qilsak qoidamizga. Andaq bo'lsa qarang. Menmi bizning kasbga mas'ul muavin direktor bilan, bosh direktor bilan uchimiz darqamda o'tirib, maslahatlashib, natija chiqqandan keyin siz bilan aloqalashaylik. Güzel. Mam çaylıqlab bering. Direktor. Boyoq qiz sal sirliqmi ha? Nima maxfiy plansiz degansizlar? Voy, nima maxfiy plan bo'lsin? Shu bir madaniyat tarqish shirkatida ishlaydi ekan. Nima? Ular kelishlar ekan? Nima? Ha, menda gapdi direktor. Necha kun oldi bir egiz baqash qiz ketdi kino ishlaymiz deb. Bu Fazilkam bilan ko'rishib ketgandi. Andaq Fazil direktor nima dedi? U maslahat qilaylik degandi. Voy, bu yoqmichi program ishlayna deb kelibdi. Voy, shuni menmi direktorga maslahatlashib, uningki javobini beradi deb yo'qsab qo'ydi. Direktor, fursatni chang tutib tezroq to'xtam tuzing ha. Kim bo'ldi biz keyin cholib olib ketadi. Dostlar, savoqdaşlar, çoğlar, küçükler. Cana bolu yasa ko'zqalasizlar. Bugün sizlerden huzurlar sunmakçı olan numarımız olsa Naif tersirlik o kadının acayip tersirlik bir hikaye bulup bu kızınki bu yavruya kep kalın neyi fakat öz ıskıdılmış kep kalın çok iyi ege. Eğer sizlerin ıskılar olsa dikkatler sizin seviniz basın. Kini bizden dağınlık şairimiz Semiycan bilen bizden yeni hizmetleşimiz güzel mi? Güzel. Güzel. Hey. Sen çıkalım. Şaşın ha. Güzel tohtan kırmamızı. O şu ya. Emniyet Oldu. Bucam ha. Semih. Uy o sütün hem üzerine kahadamın kullanıyor. Buldum. Ya şu akat koy ne hazır? Soğudur düşünce tuz okat. Oho. Oldu mu? Oldu bu. Murat. Oldu. Tezrak olsun.
to'xtasini chashlarga o'xshab. Voy, voy, voy. Voy bu qolgan bir ikki qolgan. Ha, bo'ldi. Ha, ha, bo'ldi ya. Necha qanday qilsan qilay. Sen chiqsa shu. Ha, Chemish Music ha. Music. Ha. Bo'ldimi? Keshi. Ha. Boshlaymiz. Başlayalım ya. Ha.曾经有一份真挚的爱情，摆在了我的跟前，我没有好好的珍惜，我后悔莫及啊！我现在就想对你说三个字，就三个字，哪三个字呢？这三个字就是我爱你。Bak sizden de sen ya. Şunu ben yaş görmedim abi. Ben sizi yaş görmedik ya sordum. Ötem ya götüp lan. Niye kaçıyor? Bu logikayı görmeyeceğim. Ottan könen bir kitlere ya. Baş kipliyle ben Ne kaymama mura. Nereye gene? Oldu mu? 3, 2, 1, keşif. Başladı ya. Beni koydum. Ben ölüme. 曾经有一份真挚的爱情搁到了我的跟前，我一点都没珍惜，后悔莫及啊！现在我想给负债里就说三个字，哪三个字呢？这三个字就是负债里我爱你呀！Ben de oynamam sen. Şundayım. İsmi ayakkabı. Buldu. Hemen başla. Hemen oynayalım. Arda tutsam yerine bak bezlekte titres giyemem. Aras. 12 olsun. He. Tok sokak gitmişler. Tok sokak geçtikçe dırıldap bezlekte yürüyse. Şimdi tulu balık yiyor. Tez. Bu tizrak bu. Ay icarmayı bir daha azaltman çıray çıkıran azaltman çıray icara tutulan. Oldu mu? Başlaydı ya. 3, 2, 1, music. 是无尽月亮身上的天空呀，孤在里。曾经有一份真挚的爱情搁到了我的跟前，我没有好好的珍惜，后悔莫及啊！现在我要给负债里画三个字，哪三个字呢？负债里我爱你。哎，太明显了。 Ay bunun kömür kalkan mı çok? Şunu ya. Sen bir işler çıkmaydık ya. Şambar soyacaksın. Minen kırılır. Attık o. Bu pek hoş olmasılar. Ne bu ne? Ha? Bilmem siz. Ne mi ne? 미치니까这不是拍电影吗？喂，我们先彩排一下，学习一下。 Şundan mı?
dadanglar. Siz nima ish qilyapsiz? Oy, biroz xabaringiz yo'qmi ashulada? Bu tunigin Lala direktor izlab bir shirkatda xodim ketib ketgan ha. Shu program to'g'riliq faraqlashib chiqishib qoldik. Ha, bu kinoni gapini ayollar. Program, ne program? Qaysi kun bir ayol kelgandi, program to'g'riliq Laladir bilan paralashib ketgan. Uchoq sirib ketgan shu xabarim yo'q. Ha, shuni bilan sizlar nima ish qilyapsizlar? Men shomashkimiz Avrishengu. shomashkimiz riyosatchilikni. Ha, sizlar riyosatchilik qilyapsizlar. Mashqisi rolini. Ha, ro'yxatda sizlar rol o'ynayapsizlar. Ha, nagir. Sögre. Yaxshi. O, nima degan umoq vallahi bu, nima degan umoq vallahi bu. Kino riyosatchi ketadilar? Yo'q, ash programmaga riyosatchilik. Sizlar programmaga, sizlar kino. Ha, mana birlashtirib bu nima degan umoq vallahi bu, nima degan tabiiy vallahi bu. Voy. Yaxshi. Ne kerakda? Kim? Biz ko'ramiz. Durun abi, biz riyosatchilik olayım da Küleli. Ladies and gentlemen, yoldaşlar,各位同志，大家中午好。那个现在呢，有请我们的薛明亮和这个狗仔的演绎一段经典的西北人的爱情故事。哎，给我的。Hürmetlik, uruk kokalı, dostlar, savaşlar, çoğlar, küçükler. Can hep oldu yarışın. Berskine otarla, kılın atkan, kırıkır karama kakın. Bu pelipet hıyalçılar. Materialları qarsam bir atal tamgımı yok. Ay planınızı verin amsa, sen planını toxtam tüzep boğandı bermez deydi. Oy, gaplı sözleri qarsam şunda orunluq. Lekin közlerinin bir yerden yeni şunluq çıkıp durğanda ki göründü. Şunu qana qilishimni bilmey, men direktor, mağın direktorlar bilen bir məsləhətləşib, onun da ikin cevabını sizge berey dep yol qısap qoydu. Yaxşı qıpsız. Yaxşı öptü. Ben mi qalsam ularını bir to'liq bir mukammal bir plani bo'lmag'ini bilan akaga materialning hammasidan shu kelgusi istasini tam qildirib turdi. Ham shundan qarab, menmi ishimda qoldim. Ularni bir ikki qitim menga telefon qilgandek bo'ldi, so'rashdi qilib, qanday bo'ldi bu ishlar degandek. Hozir endi bir masala. Hadi menga degan tur bilan sizga degan turdan ikkisini qaysini qilamiz? Ya birini tutib qilamdiq. Shuni bir o'rtaq bir muzokara qilaylik deb chaqirishim. Müjdaxun Kalkınla uygulab o'ttamay bir mesaj bera olmas, qanday qilamiz? Agar ishqimga qo'shilsanglar, qo'shilsanglar, ash ikkisiga bir telefon qilib, shu bütün materiallarni to'liq qilib, planlarni ravus yezib, baş shirkatga kelinglar. Biz baş shirkat so'zlashayli, agarda ishimiz o'ngtab qolsa biz ashadil to'xtamni cheklaylik deb Aşta bir plan tuzib baksa, menimcha agar bizlar hamkorlashishni xohlaydiganlar bo'lsa, meni cho'qim bordi ular. Uning uchun manfaatda bu. Agar u bizni qo'ymoqchi bo'lgan bir so'lab qolsa, ya bormaydi, borgan taqdirda mana shu ishlar batsanglar. Tutdim. Men shunday bir o'y kelib qoldim. Sizlar qanday qaraysizlar-ki? Bu o'yingizmi yaxshi bo'pti, Mejit direktor. Lekin ma Fazil direktor ikkimizni birga yo'lga sap qo'yib, kaynidinza İşkinler birleşmeyin, çetki kalktınlar, dep yürümen mi? Voy, nima deydi xonsiz? Bizlar bilib oldingiz ha? Nima deydi xonsiz ala direktor? Qiziq gap qilgan. O'tgan shu o'zinglar katta qo'ydinglar-ku. Bu gapni deyishman, unda demoqchi emas-ku men. Men balani sezmadimmi? Voy, men savzidan xabar yo'q, yurishlanmayapti degandek. Hasta. Hozir men birisi ssenarist bo'lib ketdi, birisi riyosatchi bo'lib ketdi, yana birisi aktyor bo'lib ketdi. Endi 3 yilimiz tankitib, orasidan rejissyordan birisi chiqib, men shirkatni o'ngtak qilyapmiz. Men yana qaranchi qilib, ishlarni qirg'izbash qilsam yaxshimiki? Mana demoqchi men. Bo'ldi. Anda bo'lsa, bu baş shirkat cho'qim buni o'ylashidi. Agar qiladigan ishimiz bo'lsa, ular bilan mukammal bir to'xtam tuzib, advokatni birinchilar bir sal bir qonunlashtirib qilamiz. Ulardan bir asrab ketmaylar. Ularda
Tunuşturup yani. Bu yak bizlerin şirketten muavin baş direktörü Lala Hanım. Bu yak bizdeki şirketten kesip mesul muavin baş direktörümüz Mücit Efendi. Bu işkimizni tunuşturup görüşümüzde tayyorlab ko'ryapmiz. Bu inim bu qitimqi filmning baş rejissyori. Indotaga inimiz shu filmning muavin rejissyori apparat. Anda bo'lsa men bir qisqacha planni bir deb o'tay. Avval bu filmni 30 qism qilib ishlaymiz. 30 qism? 30 qism. Bu shirkatniki ham shundoq qilib hozirgi korxonachilar bo'lgan siyosat to'g'risida nihoyat yirik komediya qilib kan ko'rmanlarga o'zgacha bo'lgan bir film sunmoqchimiz biz. Biz shirkat balla degan voy repetitsiya tushib bo'lg'ilni ne vaqt repetitsiya qilib. O'li qiz bizning bir Samida yigitimiz bor. Asaqmış albiyat qiziqdi. U mush filmning naqsini yozaman deb tayyorlik qilib bordi-ku. So'rapandim. Bu filmga shu mazmunni qo'ysa qanday bo'lardi? Oldi bilan bir plan tuzsin. Ssenariy tutgandan keyin anikindan artist olaymiz emasmi? Obraz tushib qolsa, shuning asosan artistlarni uch bolam orasini tanlasak bo'ladi. Bo'pti. Ağlaş özümüzün ballarını oylarsak. Bo'ladi. Bunda qildi. Bir tushlik tomoqni boshda bir yeyla. Tomoq yegash bir maslab tuzib, to'xtam qanday tuzimiz. Aniki bir deyishmaydimi? Adoq siz safar chiqib bir tomoqni o'zdan bir bo'l. Ukam, ma'lum ish yutma. Men chiqaman. Bu deyimizmi? Nima degan jiq yegan ushaq axlat yemekliklar bu. Men demakchi, Ro'shangul tezroq o'rg'ilsam, bir chiroyli qolsin bir ko'ynak o'rgatdim, shu bir jo'r kiyaylikda tilib deb qo'ydi. Shundami? Bunda siz Samran ishni tanlab kelasiz. Oy Ro'shangul, elim jiq yeverib portlab ketay deb qoldingiz. Ham o'zingiz sal kontrol qilmasangiz deviga aylanib ketmay deviga. Nima qilib yurganda baloqlab qoldingiz sen hozir? Yana yo'qlayna bo'yni.